Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar, kabutar sevar, qushsevar ishqibozlar. Mana yana bitta kaptarimizda papilloma zamburug'lar, mana tuxumdondan chiqqan. O'zi tuxumdondan chiqadi aslida modada, mana bu nar. Bunda ichak yo'lida to'planib qolgan. Mashina mana polni tuynugidan chiqqan mahsulotlar, mashlar mana hozir endi tikishga tayyorgarlik ko'ryapmiz, xudo xolasa mana. Uji qaranglar mana pishganida mana qo'yib qoladi, mana teshikcha bo'lib qoladi. Ko'rinyapti degan umiddaman. Xudo xolasa tikib tayyorlab qo'yamiz. Bu kaptar mana balki tanigan odamlar bordir. Xurzoddamaniki. Mana xudo xolasa o'zi dorilar kirkab, pishirib yarani tayyorlab olib keladi. Mana xudo xolasa shu bugungi ekan rizqi. Shu bugungi mana chiroyli qilib operatsiyalarni qildik. Qon ketkizmasdan hozir inshaalloh sekin tikib qo'yamiz. Xudo xolasa. Keyin hurmatli akalar, ukalar, kabutar sevar ishqibozlar, ko'pchiliginglar u tali Instagram, YouTube'da narxni aytmabsizlar, unday bunday deb ko'pchilik so'kadi-yu, shuni aytib qo'yaylik. Tuxumdon, bachadon operatsiyamiz holatiga qarab 400 mingdan 450 ming so'mgacha tozalab berish chiroyli qilib. Ko'z o'ralari 200 mingdan 250 ming so'mgacha, tomoq o'simtalari 600 mingdan 700 ming so'mgacha, oyoq va qanot operatsiyalari 300 mingdan 350 ming so'mgacha qilib beramiz akalar. Mana operatsionniy holatda narxlari xudo xolasa. Hurmatli akalar, ukalar, mana tikish jarayonlari xudo xolasa ichak iplar bilan shoklar tushyapti xudo xolasa. Shu bilan mana iplar olinmaydi bunda. O'zi mana shunday qolib bitib ketadi. Har doimgidek tikuvda Alisher. Kaptarda egasi Urzat aka. Urzat aka bir narsa deng. Assalomu alaykum. Aka, ko'pchilik ishonmaydi modalarda tuxum deydi. Siz mana ancha paytdan beri kaptar bo'lsiz. Har doim ham ish bo'lgan tuxum bo'lavermaydi. To'g'rimi aka? To'g'ri. O'simta go'sht, papilloma bo'ladi. Bu moda emas, birodarlar. Narda ham bo'lib qoladi. Modada ham bo'ladi. Kuchli shamollashdan kelib chiqadi bu narsa. Ichak shamollashidan kelib chiqadi asosan. Ko'pchilik o'ylaydi, hurmatli akalar, ukalar, ko'kahlat kelish, qayd qilish, ozib ketish, ya'ni salmonelloz kasalligini hazil kasallik deb o'ylaydi-da. Mana asosan qishda bo'ladi. Eng birinchi navbatda ha deydi, vaksina qilmayman deydi. U vaksinani ha qilmayman deb qo'yish balonni simlari chiqib ketib mashinada yurishdek gap. Bunday qo'pol qilib tushuntirganda, mashinani 140 tezlikda haydash degandek gap. Simi chiqib yotgan balonni. Xuddi misol qilib tushuntirsak. Xo'p, uni ham balonni ham yangi qo'ymadinglar degani, rolsiz mashina minish degani, ya'niki o'sha salmonelloz kasalligida ya'ni qanaqa? Salmonelloz kasalligida asoratlar qolib ketadi. Misol manaqa dori berasiz, 1 hafta beriladi, 10 kun beriladi, misol 20 kun beriladi. Holatiga qarab aytiladi-yu, masalan 200 ming so'm bo'ladi, 300 ming so'm bo'ladi, 400 ming so'm bo'ladi deb misol dori darmonlarni. Hayyo, menga arzoni kerak, yo bo'lmasam 2 kun qilishim kerak, 3 kun qilishim kerak, lichenasini yetadi deb qo'yadi ko'pchilik. Shu natijasida kelib chiqadi. Masalan, bunday o'ylab qarasanglar, 400 ming so'm, 450 ming so'mga operatsiyasi bo'ladi. Bunday o'ylab qarasanglar, bitta kaptarda o'zi. Endi o'sha salmonelloz bo'layotgan paytda kaptarlar, общий kaptarga misol uchun 200 ming, 300 ming endi примерно 400 ming, 500 minglik dori ketadi. Masalan qilib aytganda, undan ozroq ham ketishi mumkin. Shunaqa holat. Bundan ko'ra deganinglar ma'qul. Uning ichida qancha o'lim bo'ladi? Eng birinchi navbatda vaksina. Vaksinaga ko'pchilik savol beradi. Qachon? Sentyabr, oktyabr oyi, fevral oyi. Martga o'tib ketishi mumkin. Qachon? Tayyorgarlik ko'rilib bo'lgan bo'lsa. Holati yaxshimi aka? Xudo xolasa. O'zgarish bo'lmadi. Yaxshi. Yomon tarafga o'zgarish yengillab qolyapti. Bu kaptarni Xurzod aka nimaga o'zi yaxshi tushunsa, bu kaptarni bunaqa holatga yetkazib oldi. Bunday oldu, bunday oldu. Yo'q. Bu holatga Xurzod akam yetkazmagan buni. Xurzod akam shuni
yarasi pishmasdan turib suyukli paytida sotib olgan buni 3-4 oy baxti, parvarish qildi, yarani pishirdi, pishirib turib olib kelib qildirdi shu narsani. O'zida bo'lmagan, ya'ni shuncha narsani bilib turib, boshqa turib o'zida ham bo'pti-yu degan narsa bo'lmasin. Shu narsani tayyorlatib, mana o'zi qildirdi. Xudo xolasa qo'pol qilib aytganda, kaptar o'ziga usta puliga arzigulik darajada qolgan bu narsa. Bo'ldi mana inshaalloh.